Ushbu elektron kompleks platformasi uchun O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi tomonidan elektron hisoblash mashinasi dasturining rasmiy ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi raqamli guvohnoma olingan hamda 60, 11, 05 va 00 boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'quv rejasi keltirilgan. Tabiiy fanlar o'qitish metodikasi fani dasturi asosida yaratilgan bo'lib, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan, unda ichki dasturda ko'rsatilgan mavzularning barchasini olishga erishilgan. Mazkur platformaning asosiy maqsadi tabiat haqidagi ilmiy bilimlarni tizimlashtirish, ularni pedagogik yondashuvlar orqali samarali o'rgatish va yosh avlodning intellektual salohiyatini va asosan ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Har bir ma'ruza mashg'uloti uchun alohida ma'ruza matni, alohida taqdimotlar, video, darslar va mashg'ulotlarni mustahkamlash hamda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun har bir ma'ruza kesimida alohida an'anaviy va nostandart testlar banki yaratilgan. Ushbu testlar orqali talabalarning bilimini baholash ham yo'lga qo'yilgan. Har bir tajriba mashg'uloti uchun ish bajarish tartibdan tortib natijalar, sinov savollarigacha bo'lgan jarayon ketma-ketlikda bayon qilingan. Tajriba ishni qanday qilib bajarish ketma-ketligi YouTube tarmog'iga yuklangan video ko'rsatmalarda keltirib o'tilgan. Dasturda keltirilgan har bir ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish, amaliy mashqlar mavzusi uchun namunaviy mashqlar bajarish ko'rsatilgan. Fantaziya, yangi tasvirlar, obrazlar, g'oyalarni yaratish, kuzatuvchanlik va ijodiy tasavvurni birlashtirish, tabiiy fanlarni o'qitishda, tabiiy hodisalar, tabiiy jarayonlar bilan bog'liq holatlarni o'rganishda, ularga ijodiy yondashuv asosida, ularga mos metodik tizim va materiallar ishlab chiqish hamda o'rinli foydalanish talabalarning tabiiy savodxonligini oshirish bilan birga ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga samarali ta'sir ko'rsatadi. Namunaviy mashqlardan keyin bevosita dars jarayonida va mustaqil bajarish uchun tanlangan ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiruvchi amaliy mashqlar bazasi ham keltirilgan. Kalit so'zlar va atamalar. Bu bandda ushbu elektron kurs yadrosini tashkil qiluvchi kalit so'zlar va atamalar izohlari bilan keltirilgan. Muallif haqida. Bu yerda muallif haqida ma'lumotlar va savollar, takliflar tug'ilganda bog'lanish uchun kontakt nomerlari va emaillar berilgan. Ushbu elektron platformalardan boshlang'ich ta'lim yo'nalishlari talabalaridan tashqari, umumta'lim maktab o'qituvchilari, undan pedagogika institutida bakalavriat bosqichida ta'lim olayotgan talabalar hamda tabiiy fanlar fani bilan qiziquvchilar ham foydalanishlari mumkin. Hozirda ushbu platformani imkoniyatlarini kengaytirish va ma'lumotlarni boyitish ustida tizimli ishlar olib borilmoqda.